Deyarli 1 yildan beri tovuqlarni faqatgina shu usulda tayyorlaymiz. Ishoninglar, bu usulda tayyorlaganinglardan keyin boshqa usulda hech qachon tayyorlamaydigan bo'lib qolasiz. Jon yo'qotib qo'ymaslik uchun eng yaqin tanishingizga videoni jo'natib qo'ying. Ishimizni o'zimizga yoqtirgan mayonez ustidan oddiy tuz, koreyskiy tuz, achchiq va shirin paprika, kashnich va zirani solib, bitta massa bo'lguncha aralashtiramiz. Maxsus sousimiz shu bilan tayyor. Tovuqlarimizni bedroq qismiga souslarimizni yaxshilab surib chiqamiz va ustidan shirin paprika sepib, listga 500 gram suv quyamiz va 1 soat baland olovga jo'natamiz. Har 15 minutda ustilari qurib qolmasligi uchun so'klardan quyib chiqamiz. Ishoninglar, shunaqangi zo'r chiqadi. Buni mazasini aytib ta'riflab bera olmayman. Tovuq pishgandan keyin listlarimiz juda ham yomon ahvolga keladi. Bunda meni yordamchim Bavi Super Очиститель. Korzinka supermarketlardan topsanglar bo'ladi. Dog'lar bormi, chirklar bormi, kiyimdagi sarg'ayishlar bormi, oq kiyimlarni rangi bo'g'ilishi bormi, hammasi uchun Bavi Super Очиститель sizlarga yordam beradi. Natijasini videodan ham ko'rib turibsizlar.